otam rahmatlik voqli turardilar. Radiodan yoki magnitofonlardan har doim ustozlarni Kamoljon Ataniyazov, Otajon Xudoshukurov, Ortiq Otajonov, Sherali Jo'rayev ustozlarni va boshqa ustozlarning ashulalari har doim yangrab turgan. Shu o'zlari yaxshi ko'radigan ashulachi chiqsa, otam magnitofonning ovozini sal balandlatib, bizlar ham shuni eshitib, kirib chiqib yurib, qulog'imizga o'rnashib qolgan. Endi men yoshligimdan shu ustozim rahmatlik O'zbekiston, Turkmaniston, Qoraqalpog'iston xalq artisti Ortiq Otajonovning men ijodlariga juda qiziqqanman. Agar ashulachi bo'ladigan bo'lsam, faqat shu ustoz meni qabul qilsalar, san'at sohasida men faoliyat yuritaman. Agar qabul qilmasalar, boshqa kasbni bir sinab ko'raman degan shunaqa bir nima bo'lgan. Juda ustoz san'atiga qiziqqanman. Endi dastlab mana o'rta maktabda Xivada tahsil oldik. Shu payt davomida men Xivada 5-sonli bolalar musiqa maktabiga meni otam olib borganlar, qo'limdan ushlab bu yerda. Necha yoshsiz shu payt? U paytda bir 6-7 yosh? 8-9-10 yoshlar atrofida borganmiz. Otanazar ustozni qo'llariga olib borib, juda yaxshi ustozimiz ham rahmatlik, notani juda yaxshi bilganlar. Shunchaki eshitib o'rganishga qo'ymaganlar. Oldin men bu notani o'rganib chiqasan, shungacha men birorta kuy nima qilmayman, lekin mashq qilib yuraverasan. Uydalik gammalarni chalib, shunaqa qilib shu ustozdan notani ham men yaxshilab o'rgandim. Shu o'zimizda mana bo'lib o'tgan tanlovlarda ko'pchilik nimalarda faxrli o'rinlarni olib, haligi mana bunaqa chiroyli choynaklar ko'tarib kelardim uyga. Rag'batlantirishlar bo'lib birinchi o'rinlarni olib. Shu endi keyin ana keyinchalik Urganchda Matyusuf Xorotov nomli san'at va madaniyat kolleji edi u payti. O'sha yerga men o'qishga borganman. U yerda meni borishimdan darrov 2-kursni tugatishdan meni qabul qilishdi, eshitib ko'rib. O'sha yerda Qadam Musayev degan ustoz rahbarlik qilardilar. Bu dedi, azamatni men hozir 1-kursdan qabul qilsam, bo'lmaydi, buni chalib turgan asarlarini bunaqa nimada meni bitiruvchi bolalarim chalib yuribdi. Shuning uchun keling 3-kursdan olaylik dedilar. Keyin otam aytdilar, yo'q, 3 bo'lsa bo'lmaydi, bu biron narsa o'rgansin bu yerda ham. Mayli 2dan olavering dedilar. Saniki emas, meniki emas, so'zlashgandek shunaqa bo'lgan. 2-kursdan to'g'ri qabul qilib, 1-2 oycha o'qishga borib, shu bilan 2-kursim ham yakunlanib, undan so'ng mana har bir san'at sohasiga qadam qo'ygan yoshlarning orzusi bo'lgan O'zbekiston davlat konservatoriyasiga men imtiyozli ravishda qabul qilindim. Bu yerda ham ko'pchilik ustozlardan tahsil oldim. Hali aytgancha Xorazmda menga ta'lim bergan ustozlarim Azamat Abduqodirov degan ustozimiz borlar, umrlari uzoq bo'lsin. Bobojon Sapoyev degan ustozlardan men rubob sirlarini shu o'rganib borganman. Keyinchalik mana O'zbekiston davlat konservatoriyasida Shomahmud Shorahmetov, rahmatlik professor Matnazar Xudoynazarov, O'zbekiston xalq hofizi Mahmudjon Tojiboyev ustozlari qo'llaridan tahsil oldik. Butun bir maktabda tarix bu ustozlarning qo'lida tahsil olganlar kam bo'lmaydi-da hech qachon, to'g'rimi? To'g'ri. Keyin mana professor Rifatullo Qosimov ustozdan ko'p rubob sirlarini, an'anaviy xonandachilik sirlarini o'rgandik. Mansur Voisov ustoz mana o'zimizni eldoshimiz Xivadan. Shu ustozlardan va Egamberdi Tursunov ustozni ham men ko'p yaxshi shu ovoz ishlatish bo'yicha, vokal akademik yo'nalish bo'yicha ham menga ustozdan ko'p ilmlarni saboq oldim. Hammalarini iloyim umrlari uzoq bo'lsin, ustozlarimizni o'tganlarni joylari jannatda bo'lsin.